обсуждении проектов федеральных стандартов и концепции преподавания родных языков. Как вы знаете, предметы «родной язык» и «родная литература» являются обязательными для изучения. Хочу акцентировать ваше внимание на необходимость исполнения государственных гарантий реализации прав на обучение на родном языке, на изучение родных языков, в том числе русского языка как родного во всех общеобразовательных организациях. Hürmetli Rüstem Nurgalievich, sizning yo'llamag'iz negizida tatar tili ham adabiyotini o'qituvni kamillashtiruv bo'yicha kompleksli ish uyushtirildi. Bilim beruda kommunikativ texnologiyalarni amalga kiritish maqsadidan Ma'arifni o'stiruv instituti Tatariston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qozon Federal universiteti bilan birlikda 1-9 sinflar uchun tatar tili Tatariston Respublikasining davlat tili, tugan tilda adabiyot fanlaridan o'rnak o'quv programmalari federal reyestrlarga kirituv uchun hozirlandi. Hozirgi vaqtda tatar tili ham adabiyoti bo'yicha 1-9 sinflar uchun yangi o'quv metodik komplektlar ishlanadi. Tatar tili ham adabiyoti bo'yicha 89 darslik federal ismlikka kiritilgan. Tatar tilina tarjima etilgan darsliklarni ismlikka kirituv bo'yicha ish olib boriladi. Bundan tashqari Tibet nashriyatlarından Shuvash, Udmurt, Mari, Mordva tillari bo'yicha o'quv asboblarining sotib olamiz. Chuvashiya, Udmurtiya, Mariel ham Mordova respublikalarining Ma'arif ministrliklari bilan xizmatdashlik kelishuvlari tuzildi. Bugun respublikada tatar tilida 8 fan bo'yicha tip davlat imtihonini topshirish uchun shartlar tug'dirilgan.